Bugungi videomizda biza Midstay'dagi hamma o'tni bir joyga yig'dik. Xullas biza samolyotdamiz. Endi pastda nimalar bo'lishini video davomida ko'rasizlar. Xullas bolalar, shu yerda men Midstay'ni tomiga qo'nib bitta preview yasaman deganimda nima bo'lganini ko'ringlar o'zinglar. Xullas bolalar, yerga qon oldi. Endi sekin lootlar yig'ishni boshlaymiz. Shuna qilib bolalar, men birinchi reys lootimni ham olib kelib tashladim. Shuncha payt ichida men tomga tushib preview uchun rasm yasayotgan. Bu vaqt ichimda ikkinchi reys va uchinchi reys, to'rtinchi reys lootlarimni olib kelib tashlagan edim. Aytgancha bolalar, agarda sizlarga sifatli kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bizga like bilan obuna bosib qo'yish esidan chiqmasin. Agar siz hali ham obuna bosmagan bo'lsangiz, albatta obuna bosib qo'ying, bu videoga like ham bosib qo'ying, 1 soatlik mehnat qadrlagan bo'lasiz. Shu yerda men mana sandiq borligi esimga tushib ketib, shu sandiqni ochishga qaror qildim. Bu yer tug'larni olgandan keyin men sentrga borgan paytimda nima bo'lganini o'zinglar ko'ringlar. Arbuz, привет. Men keyingi reyslar yig'ish uchun o'zim har xil uylarga kirib o'tlar istadim. Videoda oxirida juda ham yomon narsa bo'ldi. Videoda oxirigacha ko'rsanglar ko'rasizlar. Yomon xafa bo'ldim chiylarga oxirida. Shuna qilib men 5-lootni ham olib keldim. Bularni ko'rib otasi ham olgim keldi, lekin biz loot yig'ayotganimiz esimdan chiqmasligi kerak edi. Bolalar, videoning o'zi aslida o'ta ham uzoq bo'lgan, lekin sizlardan montajlagan narsa bor. Shu uchun sizlarga tezda ko'rsatib beryapman. Keyin men sizlarga yana bitta kadr ko'rsatmoqchi edim, lekin u kadr ham o'ta uzoq bo'lgan, telefonimga yozilmay qolgan ekan, qat'iy ahamiyat bermaymiz. Va biz shuncha loot yig'ganimizdan keyin bolalar, sizlar ko'rganinglardek zona kelib qoldi. Va biz shuncha qilgan mehnatimiz tugadi. Video ham shu yerda tugadi. Yo. Siz shuncha mehnat. Shuncha sizlar bizga shuncha mehnatimizni qadrlagan holatda obunalar bosib qo'ying, jigar. Ля ты крыса!